Ona tilim, jon tilim, sen o'zingsan jon tilim. Yuragimning to'rida sayrab turgan bulbulim. Sen borsan men tirikman, suyukliman suyukman. Men sen bilan axloqli, men sen bilan buyukman. Kimda kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. O'zbek tilining hayotimizdagi o'rni, so'zga boyligi haqida o'z fikrlaringizni bildira olasizmi? Ha, albatta. O'zbek tili bu shunchaki muloqot vositasi emas. U xalqimizning tarixi, an'anasi, madaniyati va ruhiyatini o'zida mujassam etgan ne'matdir. Bu tilda Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Erkin Vohidov, Abdulla Qodiriy kabi buyuk zotlar so'zlagan va asarlar yozgan. Ular bu tilni nafaqat sevgan, balki uni ravnaqi uchun butun umrini baxshida etganlar. O'zbek tili bu yurak so'zidir. Unda onamning allasi, otamning nasihati, ustozimning duosi mujassamdir. Undan vatan hidi, xalq ovozi, millat g'ururi bordir. Tug'ilganman seni tinglab, kulgandim sen sabab, sen bilan men bor bo'ldim, sensiz men yo'q, yo'q deb o'ylab. Ona tilim, aziz tilim, qalbim seni har dam tilar, abadiy bo'l, yashna yashna, mangu bo'l ona tilim. Har birimiz o'z tilimizni sevishimiz, uni qadrlashimiz kerak. Kelajak avlodga ham chiroyli so'zlarni, o'zbek tilimizni meros qilib qoldirishimiz kerak. O'zbek tili juda chiroyli so'zlarga boy til hisoblanadi. Juda ko'p tillarni bilgan yaxshi, lekin har bitta tilni o'z vaqtida, o'z O'zbekistonda yashab, o'z tilini hurmat qilmasdan, boshqa tillarni aralashtirib gapirishlarga sizning munosabatingiz qanday? O'zbekistonda yashab, o'zbek bo'la turib, boshqa tillarni aralashtirib gapirishlik ona tilimizga bo'lgan hurmatsizlik, bee'tibor deb bilaman. Barcha o'zbek farzandlari ona tilida gapirsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keling shu so'zimni bir she'r bilan sadosi joni dilimsan, sen borsan men borman, bordir o'zbegim, o'zbegim yelkamda quyoshning nuri charaqlar, davlat maqomiga ega dilimsan, baxtlar vodiysida qayta